Jungle. Bugun so'nggi bor yangraydi qo'ng'iroq, charanglamas takror bu so'nggi qo'ng'iroq. Esimdan chiqmas bir zum maktabda o'tgan davrim, seni unutmasman birinchi muhabbatim. Bugun so'nggi bor yangraydi qo'ng'iroq, charanglamas takror bu so'nggi qo'ng'iroq. Esimdan chiqmas bir zum maktabda o'tgan davrim, seni unutmasman birinchi muhabbatim. So'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq, xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq. So'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq, xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq. Eslaysanmi Faridam, sochlaringdan tortganim, hali hanuz yodimda qorlar otib qochganim. Yodimda o'sha damlar, birga qilgan sho'xliklar, bizdan tinchlik yo'q edi, tezor edi ustozlar. So'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq, xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq. So'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq, xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq. Bugun so'nggi bor yangraydi qo'ng'iroq, charanglamas takror bu so'nggi qo'ng'iroq. Esimdan chiqmas bir zum maktabda o'tgan davrim, seni unutmasman birinchi muhabbatim. So'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq, xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq. So'nggi qo'ng'iroq yuragimda titroq, xayr bolaligim bu so'nggi qo'ng'iroq. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda
ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik, O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik, O'zbekiston yoshlari. Bolalikdan asov otni egallab, doim zafar quchgan Temur bobomiz. 12 yoshida taxtni egallab, yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik, O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik, O'zbekiston yoshlari. Bu kun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlab, beruniylar bosgan izlarni bosib. Yurt bayrog'in ko'proqday mahkam tutib, yuksaklarga qadar uchgan yoshlarmiz. Boladurmiz, turmaymiz baxtni kutib, har jabhada zafar quchgan yoshlarmiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik, O'zbekiston yoshlari. Assalomu alaykum, munis va mehribon, qalbida ilm gavharini chizgan Mehridaryo ustozlar. Assalomu alaykum. Bugun yuragi ham quvonch, ham shodlik bilan to'lgan, orzular qanotida uchayotgan qadrdon bitiruvchilar va farzandi quvonchiga sherik bo'lish uchun kelgan hurmatli ota-onalar. Ijozatingiz bilan davramizga liseyimizning ilk qavlaboshlari, ya'ni bitiruvchilarimizni guruh rahbarlari boshchiligida taklif qilsak. Guruh rahbari katta o'qituvchi Usmonov Amarbek Qobirjon o'g'li, the expert of cyber security and engineering. Informatika fanidan xalqaro sertifikatga ega. 18 nafar bitiruvchilarning 5 nafari ingliz tilidan B2 darajadagi xalqaro va milliy sertifikatga, bundan tashqari 44 nafar talabasi matematika fanidan, 3 nafar talabasi fizika fanidan milliy sertifikatga ega. Navbatdagi 323 guruhimizni taklif etamiz. Guruh rahbari bosh o'qituvchi Akramov Abror Yangiyevich. Kuyov fanidan A+ darajadagi
nafari turli darajadagi milliy sertifikatga ega. 2 nafari uchta fandan milliy sertifikatga ega. Navbatdagi 423 guruhimizni taklif etamiz. Guruh rahbari Boboyorova Dilrabo Kamolovna ona tili va adabiyot fanidan milliy sertifikatga ega. O'zbekiston Respublikasi Bilim va malakalarni baholash agentligi eksperti. Ikki nafar bitiruvchining barchasi ta'lim fanlaridan milliy sertifikatga ega. 1 nafari ingliz tilidan birinchi darajadagi xalqaro va milliy sertifikatga ega. 2 nafar o'quvchi uchta fandan milliy sertifikatga ega. Assalom ona yurt, tonglar o'lkasi. Tarix tafsirning yo'q nihoyasi. Senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq. Bu o'zbek elining o'z madhiyasi. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. hurmatli ota-onalar, qadrli yoshlar, e'tiruvchilar, aziz ustozlar. Bugungi bayram bilan barchangizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Avvalo, mana shu kelajak bunyodkorlari, yangi O'zbekistonimizni bunyodkorlarini tarbiyalagan siz ota-onalarga rahmatimni aytmoqchiman. Ularga ta'lim tarbiya bergan va siz bilan yelkama-yelka mana shu qadrg'ochlarni mustaqil hayotga
yo'llagan ustozlariga samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. Bugungi bunday yoshlarimizga davlatimiz rahbari tomonidan juda katta e'tibor berilmoqda. Sir emaski, oxirgi yillarda juda ko'p qaror va farmonlar aynan mana shu sizlarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan. Ishonamanki, siz kelajakda mana shu mustaqil hayotga qadam qo'yib, o'z sohangiz bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lib, jonajon O'zbekistonimizga sadoqat bilan xizmat qilasiz. Boya mana shu yerda qator chiqayotgan vaqtingizda O'zbekistonning kelajagini mana shu yerda ko'rdi. Haqiqatan ham nafaqat yurtboshimiz, balki ustozlaringiz, ota-onalaringiz sizga juda katta ishonch bilan qaraydilar va yurtimiz ham, xalqimiz ham siz aziz yoshlarga tayanadi. Shuning uchun bilim olishda hech to'xtamang. Keyingi bosqichda albatta oliy ta'lim muassasalariga, ayniqsa Buxoro davlat pedagogika instituti eshiklari siz uchun ochiq va sizni o'z bag'riga olishga tayyor. Yutuqlaringizni eshitib hozir juda ham xursand bo'ldik. 54 nafar bitiruvchi ichida 38 nafari sertifikatga ega. 5 nafariga mana qizil diplom bilan, ya'ni imtiyozli diplom bilan bitirayotganligi, ularning ustozlarning yutuqlari va ularga albatta sharoit yaratib berayotgan ota-onalarning mehnati ulug' ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman. Aziz yoshlar, sizlarga kelajakda mustahkam sog'lik, ishonch, ertangi kunga kuch va g'ayrat tilab qolaman. Hech qachon to'xtamay bilim olishdan, xato qilishdan qo'rqmang. Faqat oldinga qarab harakat qiling va birgalikda yangi O'zbekistonni quramiz va keyingi avlodlarga albatta qoldiramiz. Siz aziz ota-onalarga yana bir bor o'zimni rahmatimni, samimiy tilaklarimni izhor qilmoqchiman. Aziz ustozlar, hurmatli otalar, bayramingiz muborak bo'lsin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2024-2025 o'quv yili bitiruvchilariga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirish uchun so'z navbatini Akademik litsey o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Jahon Jumayevich Po'latovga beramiz. Mamlakatimiz bitiruvchilari, o'g'il-qizlarimizga, qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarni hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea ta'lim muassasasi muvaffaqiyatli tugatib, yetuklik shahodatnomasini qabul qilib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Aziz bitiruvchi yoshlar, bugungi kunda biz oldimizga qo'yayotgan buyuk maqsadlarni amalga oshirishda butun xalqimiz qatori bilimli, hunarli, tadbirkor va vatanparvar har tomonlama yetuk yoshlarimizga tayanamiz. Kelajagimiz egalari bo'lgan navqiron avlodimiz yangi O'zbekiston barpo etishda katta bunyodkor kuch sifatida ishtirok etishi uchun zarur sharoitlarni yaratib bormoqdamiz. Jumladan, sizlarning zamonaviy ilm va kasb-hunarlar, ona tili bilan birga xorijiy tillar, IT va innovatsion texnologiyalarni ijod va tadbirkorlik salohiyatini puxta egallashingiz uchun hozirgi kunda 201 ta oliy o'quv yurti, 598 ta texnikum, ko'plab monomarkaz va texnoparklar, kutubxona, madaniyat, san'at va sport muassasalari faoliyat ko'rsatmoqda. Sizlar ana shunday beqiyos imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yoshlik faslining oldinga teng har bir daqiqasini qadrlab, kelgusida vatanimiz mustaqilligini, el yurtimiz manfaatlarini barcha sohalarda dadil himoya qiladigan yetuk kadrlar, ongli va oliyjanob insonlar bo'lib, xalqimizga sidqidildan xizmat qilasiz deb ishonaman. Halol va mashaqqatli mehnat ilmga, kasbga, ota-ona va oilaga sadoqat hech shubhasiz insonni yuksaltiradi. Uning hayotini fayzli va charog'on etadi.
ayniqsa sizlar kabi nogiron, azmi shijoatli yoshlarimizga shiddatli zamondan zamonda ibrat olib, har kuni bir natijaga erishib, irodangizni sinovlarda to'plab, faqat va faqat oldinga qarab borish yarashadi. Aminman, sizlarning yangi g'oya va tashabbuslaringiz, turli sohalarda yutuqlaringiz yangi O'zbekistonni yanada qudratli etadigan moddiy va ma'naviy asoslarni barpo etishga beqiyos hissa bo'lib qo'shiladi. Sizlardek o'z kuchiga ishongan, qat'iyatli yoshlarni qadrdon maktabingiz, aziz ustozlaringiz va ota-onalaringiz, butun xalqimiz faqat ezgu ishlar va yorqin natijalar kutadi. Ana shunday yuksak ishonchga doimo munosib bo'ling. Intilish, izlanish va yangilanish yaratishdan aslo charchamas. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Mencha boqmasin ko'z yana vatandir. Qalbimning eng chuqur yerida yotgan muqaddam so'zim vatandir. Quvonchdan hamda ham aytilgan ism. Qalbimda tirikdir yo'q bo'lsa rasm, u bilan boshlangan har bir ilhomim, yozgan har bir satrim vatandir aslim. Qo'l sohibi dunyolar hokim. Bobolarki ulug' chinordek, baholarki ulug'nigordek. Chinorlarki beshiklar bo'lgan, kelajakka eshiklar bo'lgan. Sen onasan muqaddas vatan, yagonasan muqaddas vatan. Manlaydagi to'ri gavharim, ne ko'zlardan olgan gavharim, qorangan g'araz so'zlardan, asradaymiz yomon ko'zlardan. Ko'p so'm ichra yuragim tumor, bu tumorda ulug' noming bor. Sen onasan muqaddas vatan, yagonasan muqaddas vatan. Xazinamsan, baxtimsan o'zing. Qiyosi yo'q baxtimsan o'zing. Yer yuzining jannat sensan, yaratganning san'at sensan. Jannat bog'im, hazrat tog'imsan. Mehrobonsan, sajdagog'imsan. Sen onasan muqaddas vatan, yagonasan muqaddas vatan. Bugun bizlar barkamol avlod, shu vatanning suyanch ardovi, azim chinor bo'lsa gar vatan, bizlar uning ko'zgi yaprog'i. Mag'rur dilda muqaddas maqsad, shu vatanning to'riga yarash va shuriga bosilgan taraf, tiniq titrat keng dunyo qarash. Biz hech kimdan kam bo'lmaymiz, kam bo'lmaymiz illa hech qachon. Biz barkamol O'ktam avlodmiz, kelajagi buyuk davlatmiz. Yolg'izmas yonimga
ularga o'z dil izhorlarini bildirish uchun navbatni xorijiy tillar guruhi bitiruvchilariga beramiz. Olamda mo'tabar ustoz degan zot, parvozga shaylagan bergan o'rqanot, ko'ksim tog' qalbida metindek sabot, biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Shodlik quvonchlarga to'la barcha qalb. Bu aziz dargohda bayramdir bugun. Bilimga erishgan baxtimiz sabab biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Maqsadi ulug'vor, qadami qutlug', zaboni shirin, kalomi qutlug', onadek mehribon, otadek ulug', biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Tunukman zahmatli mehnat haqqi, qalblarga singdirgan san'ati haqqi, shu buyuk vatanga xizmati haqqi, biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Muallim haqida so'zim ushbudir. Muallim Kamolot Uchakuzgudir. O'qidim Gerodotlar mukofot. Farobiy endi takror barini o'qidim. Zot Alloh bilan bariga ustozsan o'zing muallim. Today I want to tell you about my expressions to teachers. Thank you for being in my life and teach us. You are not just teachers, you are the heroes in my real life to lead and to be leader in my life. I'm happy today and I want to tell you many thank you and also my classmates. Aksiyalar bo'yicha prorektor Sherzod Normonovich Murodovga beramiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz ustozlar, ota-onalar, bitiruvchilar. Mana bugun shunaqangi bir ajoyib kunda diydorlashib turganimizda benihoyat xursandman. Birinchi navbatda mana shu bitiruvchilarni ko'zlari shunday chaqnab turishiga sababchi bo'lgan siz ota-onalarga mana shunday yutuqlarni aytib o'tdilar. 54 nafar bitiruvchini 38 nafarni o'sha tegishli fanlar bo'yicha sertifikatga ega bo'lishlarini sababchi bo'lgan aziz ustozlarga va qolaversa mana shu yo'lda sertifikat olaman deb kerak bo'lsa ba'zida uyqudan kechib o'zini to'g'ri ma'noda biroz majburlab mana shu sohalarni egallayman deb kirishgan aziz bo'lajak talabalar, sizlarga yana bir bor o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bevosita mustaqil hayotdan bo'layotgan Buxoro davlat pedagogik institutidagi akademik litsey bitiruvchisi. Hozirdan o'zizga aniq maqsadni qo'yib oling. Mana sertifikatga ega bo'lganlarimiz bor, boshqa bu talabalik sizni yagona maqsadingiz bo'lib qolmasin. Ya'ni bundan keyingi marhalalarni ham egallashda sizga kuch-quvvat tilayman. Bu yerda bo'lajak bitiruvchilarga o'z bilimini berishda ustozlarga kuch-quvvat tilayman va o'ylaymanki, mana bu yerda tashrif buyurgan ota-onalarimiz keyingi bosqichda bu farzandlarni qo'llab-quvvatlab, ularning bundan-da yanada yuqori yutuqlarga erishib, mana shu kunlarni ko'rib, ham ko'rishni ham nasib etadi. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli ota-onalar va bo'lajak eng O'zbekistonimizni himoya qiladigan asrab oilaga yetuk kadrlar. Avvalambor shunaqa chiroyli kunda turganimizdan, shunaqa bir esda qolarli, bir-umr hammani xotirasida muhrlanadigan kunga turganimizda bilan ota-onalarimizni, bolalarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Sababi har bir farzand tug'ilgandan keyin onani ham, otani ham qalbida bir narsa bo'ladi. Farzandimni eng yaxshi,
eng quvonchli kunlarni ko'rib yuray deb orzu umid qiladi. Mana bugun mana shu orzu umidlaringizni eng kichkina zarrachasiga, eng boshlang'ich pillapoyasiga turibsizlar deb o'ylayman. Farzandlarimizni yaxshi natijalarga erishib, har doim ustozlarni, ota-onalarni boshlarini baland ko'tarib yurishlarini tilab qolaman. Bugungi kun har doim xotiralaringizda bo'lsin. Shuncha inson sizlarga samimiy tilaklar tilayapti. O'zbekiston sizlarniki, kelajak sizlarniki va shunga munosib farzand bo'lib yetishlaringizni tilab qolaman. Rahmat hammalaringizga. Sochib borasiz nur hayot chirog'ini, na tamom so'z bilan, na yozuv yetar sizning mehnatingiz chinakam san'at. Tong saharda uyg'onadigan, hammaning ko'zi tushmaydigan, lekin har kim his qila oladigan tozalik sizlarning mehnatingiz samarasidir. Sizlar bilan faxrlanamiz. Har bir ish kuningiz yorug', umr yo'lingiz farovon bo'lsin. Tong otmas sizsiz tun bo'lmas shaksiz. Sizlar bor dunyoda tozalik yaxshi, sizlar bor inson. Juda salomat bunday insonlarga egadir sharaf.
davramizda bitiruvchilarimizning ota-onalari ham taklif qilingan. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizning dil so'zlari sizlar uchun. Endi navbat onalar haqidagi she'rlarga. Tog'lardek mag'rur, gul kabi ma'sum. Qalbingiz kengligiz samolarcha bor, nurli yuzingizga yongan tabassum, qalbga baxt keltirar himolarcha bor. Alloh kimga qanday nasib etmish baxt, kimga pul, kimgadir mansab va shuhrat. Men uchun eng oliy baxt bordir shaksiz, sizga zurriyotman, siz menga ibrat. Qalbimda hislarim ko'p aytmaganman, ba'zan qadringizga rost yetmaganman, bir bora ko'nglingiz shod etmaganman. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Men deya o'zidan butkul kechganim, jonidan jon berib barpo etganim, qizidan ozgina mehr tutganim. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Poylar jannatning rayhoni o'sgan, duolari yomonlik qahridan o'sgan, mehrdaryo kabi ummondek to'shgan, mening suyanchilim davlatim onam, bebaho boyligim jannatim onam. Niyatim bor duo ila bir xomush, Allohning uyiga siz bilan borish, labbayka Allohni aylanib qolish, qalbi Ka'badagi taxtumsiz onam, Alloh tilayotgan baxtimsiz onam. Omadliman, bilasizmi nega? Sababini aytaymi sizga? Chunki mening dadam eng yosh dada. Assalomu alaykum qadri baland ustozlar va qadrli ota-onalar va aziz kursdoshlar. Bugun men uchun jonini berishga tayyor bo'lgan va qancha muvaffaqiyatlarga uchrasam ham, qizim, yoningda men borman deb turgan dadajon borisiga shukur. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Ostonamni xatlab kirolmaydi g'am. Ko'nglimni yengolmas alamlar turli, siz bor ko'zlarimni yo'qlamaydiram. Dada, yoningizda bo'lmoq huzurli. Siz borsizki yurmayman hech niydan cho'chib, yashayman omadni erkalab quchib, halovat istasam boraman uchib. Dada, yoningizda bo'lmoq huzurli. O'zgarsa o'zgarar mayli zamoni, yaxshiga aylanar bir kun yomoni, qiziqmas dunyoning to'rtta tomoni. Dadajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Yonimda bo'lsangiz huzurli bo'lar. Qo'lingizga qo'yay boshimni, mening toju taxtim sizda-da, ulg'aytirib omon yoshimni, bu dunyoda baxtim sizda-da. Hayotimning naqshi o'zingiz, barchamizdan yaxshi o'zingiz, farmon bilan aytgan har bir so'zingiz, bu dunyoda baxtim sizda-da. Soyangizda davrimni suray, izingizdan mardona yuray, mehringizdan bir saroy quray, bu dunyoda baxtim sizda-da. Suyanganim ketmas davlatim, siz qiblagoh onam jannatim, suyanganim g'animatim, to'kin savlatim, bu dunyoda baxtim sizda-da. Jo'shar bugun tomirda qonim, siz-ku axir mening po'lat qalqonim, duo qiling ey mehribonim, bu dunyoda baxtim sizda-da. Robbimdan so'ragan tunlar halol, holim so'ramadim farzand bo'lib boq. Allohim kechiring ey bog', men uchun asragin onajonimni. Men deya uxlamay o'tgan tunlari, ba'zida xavotir ochgan tonglar, berilgan mol dunyo o'tadi bari. Robbim o'zing asra onajonimni. Sochingiz paxtadek oq, mehribonim buvijon, so'zlaringiz bor zamon, mehribonim
farishtasi, duogo'yu farishtasi, onanglarning onasi Buvijon. Onaning tashti yo'q, mehri boshqacha, qilsa hamki ko'rsan yoshgacha, ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi har kuni bizlarni deyar, har kuni Xudodan baxtimiz so'rab, ona bor hayotda yashash boshqacha. Hamma meni yomon desa ham onam meni yaxshi ko'radi. Qo'rqaman soxta malakdan, sevaman deb tashlab dedi. Sal iztirob usti bosh kiysam, do'stlarimga yoqmay qolaman. Hech narsasiz qolganimda ham onam meni yaxshi ko'radi. Chunki qolsam qattiq qayg'uga boshim silab dardim oladi. Bu dunyoda duo qilib, faqat onam meni yaxshi ko'radi. Onajon juda yaxshi ko'radi. Ko'nglimning armoni ringan mahal. Sizning bir so'zingiz hikoya, yomonlar, soxtalar, bag'rim bilgan payt. Onajon, sizning bir so'zingiz hikoyada ham baxtimga o'rbiring. Hech qachon og'rimang. Iltimos shu. İlk günlerimiz hal oldinda. Yig'lashga vaqt bo'lmas, qilasiz ona. Faxrlanib deysizda, mening bolamda eng zo'ri bo'laman, ko'rasiz ona. Boshimda ming tashvish, turfa g'affolar. Hammasini yengib o'taman. Biz kutgan kunlar keladi albat. Ona, eng zo'ri o'zim bo'laman. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Huzurlarimiz tashrif buyurishgan. Endigi so'z navbatini 223 guruh talabasi Mahmudjonov Mardonjonning bobasi Rajabov Mahmud akaga beramiz. Ustozlar, mehmonlar, ota-onalar, bobo-buvilar, farzandlarimiz mana bitiruvchilar, kelajak bo'lg'usi studentlar, talabalar, hammalaringizni mana bugungi bayram bilan tabriklayman. Avvalambor kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay, shu farzandlarimizni o'qitib, kecha kunduz qo'riqlab, yuvib tarab tarbiyalagan, mana shu kunlarga yetkazgan ustozlarga boshimiz yerga yetguncha ta'zim qilamiz. Niyatimizni ustozlar yaqinda ularni qaldirg'ochlar deb qabul qilganingiz, mana bugun qaldirg'ochlar deb uzatyapmiz. Albatta biz sizga ishonamiz. Farzandlarimiz O'zbekistonning kelajagi, buyuk kelajagi. Yaxshi kasblar nima orzu-havas qilgan bo'lsa, shu orzu-havaslaringizni Alloh yetkazsin. Chiroyli institutlarga kirib, universitetlarga kirib, chet ellarga borib o'qib, nima orzu-havaslari bo'lsa Alloh yetkazsin. Mana shu yerda shu qaldirg'och bitiruvchilarimiz degan faxr, mana shu doimiy ana shu yerdan asrlanib qolishini tilakdoshimiz. Ustozlar sizlarga ham quvvat, sihat, salomatlik, shularni orzu-havaslarini ko'rishlarga tilayman. Barchalaringizga ota-ona, bobo-buvilarga ham shular yaxshi kunlarni ko'rishni nasib aylasin. Barchalaringizga rahmat. Shularga yana bir bor omad tilayman, sihat, salomatlik tilayman. Chiroyli institutlarga kirib, yaxshi oilalar qilib, farzandlar ko'rib, mana shu ota-onalari huzur, halovatni ko'rishi nasib aylasin. Hammalaringizga rahmat aytaman.
Bugun ko'p eng baxtli kunimiz. Hammangiz baxtli bo'ling. Yaxshi o'qishlarga kiring. Litseyga juda og'ir bo'lyapti chunki mana o'zim to'xtatib qo'yaman chunki Madilam Navoiyga gapirasam eng baxtli kunim shu kun mani. Xudoga shukur Xudoga hammalarga nasib etsin. Ustoz darslarga tokim qancha cheksiz hurmatli darslar tarbiyalaringlar. Shu farzandlarimizni o'z farzandingizdek baxtimizga olib ilm berib yaxshi yo'llarga, yaxshi baxtli yo'llarga ketishga hammangiz sababsiz. Hammalaringizga rahmat, sog' omon bo'linglar. Sizga ham rahmat. Endigi navbatni 23-yil guruhimiz talaba qizlar tomonidan tashkil qilingan raqsga beramiz. Endigi so'z navbatini Buxoro davlat pedagogika instituti moliya va iqtisod ishlari bo'yicha prorektor Olim Hamidovich Rahimovga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hamkasblar, hurmatli ota-onalar, bitiruvchilar. Endi rasmiy gap ko'p bo'ladi, qahramon kerak. Endi shogirdlari bular haqiqatdan sizlarga bitta niyatim bor. Ma'noni yuqori olinglar. Yonimdan prorektor aytmayki, ularni da'vat qiling Buxoro davlat pedagogika institutiga dedi. Men avvalambor sizlarni o'zimizni Buxoro davlat pedagogika institutiga
unga topshiriq talab qilishlari kerak va undan keyin yuqori markazingiz yuqori marra Toshkentga, Amerikaga, Yevropaga o'qishlaringizni xohlayman. Hozir ota-onalaringizga ham niyat qilaman. Hurmatli ota-onalar, bu farzandlaringizni orzu niyatlarini amalga oshirishga to'sqinlik qilmanglar. Bular kuchi, quvvati yetadi darajaga, bularga ishoninglar. Xudo xolasa o'zini bilimi, o'zini shijoati bilan shunaqa katta oliy ta'lim muassasalariga kirishga haqli bo'ladi. Chunki bular ko'zi chaqnayapti, mana bitta bemalol biladi, bilimini, ilmini, aqlini bergan ota-onasi. Shuning uchun sizlarga omad tilayman. O'zlaringizni orzu istaklaringizni ro'yobga chiqarishda mana shu joyda yozib qo'ygan narsaga qarasangizlar bo'ladi. Dedik, baxt belgisi ilm bilan aqlda. Sizlarda ilm ham aql ham bor, yoniga faqat omad yor bo'lsin. Rahmat. Davoldim, esladim, o'zimni o'sha bitirgan davrimni shuni esladim. Taklif uchun rahmat va mana shu nima endi uyushtirganingiz uchun, shuni tashkil qilganingiz uchun rahmat. Hammangizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Akademik lisey matematika fan o'quvchimiz ustoz Qilich Qodirusovga beramiz. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, ustozlar, mehmonlar, aziz bitiruvchilarimiz. Bugun xayr uchaytirimiz. Yangi hayotga birinchi qadam qo'yadi. Qadamlar qutlug' bo'lsin. Qabrlardagi hammaga yo'ldagi niyatlarga bossin. Bir narsani tilab yozmanki, hayotda eng qimmat narsa musulmonlik. Siz uchun eng qimmat narsa musulmonlik. Va boshqalar uchun eng qimmat narsa o'yinlar. Shu o'z o'yingizni qalbingizni ishlangiz, har narsadan o'yinni qo'yganligingiz. Buyuk maqsad birinchi o'rinda ota-onani xursand qilish. Albatta Alloh taoloning ota-onani xursand qilish, oila shaklida. Shunday yashangki, shu sizlarni ana shu oilalaringizni hurmati xalq oldida, el oldida, yurt oldida ham bo'lsin. Keyingi buyuk maqsad bu yurtimiz. Mana shunday bo'lki, bir marta o'shaga joyini qattiq salom berdik. Bu yurtimiz shu taklifga o'stirdik. Katta mana shu siz uchun bunday binolarni qurib, shunday o'quvchilarni sizlarga xizmatga qilib qo'ydi. Shu yurtni oldida burchingizni unutmang. Shu yurtimizni ravnaqi uchun jon fido qilsa arziydigan narsa qanchadan-qancha insonlar bu yurtimizni sha'ni uchun, bu yurtimizni ozodligi uchun jon fido qilgan. Sizni ilmingizni shu yerda sarflang. Faqat o'zini oldida maqtov qiling, xalqning oldida maqtov qiling va albatta ota-onaning rizosiga erish nasib qilsin. Hurmatli ota-onalar, orzuyimiz mana shu farzandlarni baxt tomonini ko'ring. Albatta birinchi o'rinda tarbiya qiladi. Shu farzandlarimiz kelajakda sizni orzuyingizdagi farzandlarga o'smoqni tilab qolaman. Hammalaringiz ularni baxt tomonini ko'rib, uzoq umr ko'rishingizni istaman. Hamma vaqt mana shular haqida xush xabar eshitish orzusidaman. 4 yildan keyin, 6 yildan keyin, ba'zi 5 yildan keyin institut bitirganliklarida, keyin mashg'ulotlar bitirganlarida, undan keyin bu maqsadlarga erishganlarida ishtirok etish mana shu ota-onalarga nasib bo'lsin. Ularni xursand qiling. Alloh sizlarni xursand qiladi. Rahmat. Amin. Yana bir taqdirlashimiz bor, hurmatli ustoz Qodir Boboqulov. Sizga yoshlarga bilim berishlik mas'uliyatli va sharafli ishda sizga sog'lik, salomatlik, bardavom kuch-g'ayrat va katta zafarlar tilaymiz. Va sizga ta'lim-tarbiya berish yo'lida ko'rsatgan fidokorona mehnatingiz, mehringiz, sabr-toqatingiz uchun
ota-onalar va o'quvchilar nomidan tashakkurnoma beramiz. Namunali xulqi va a'lo darajadagi bilimi bilan ustozlari va guruhdoshlari qalbida chuqur joy olgan bitiruvchilarga beramiz. Assalomu alaykum deymiz. Har bir mehmonlarga, mezbonlarga, ustozlar va o'quvchilarga. Mana 2 yil bo'libdiki, ushbu akademik litseyda o'qidik, izlandik, o'z ustimizda ishladik-ku, sho'xlik va shumliklar ham qilmay qolmadik. Albatta, bu 2 yil davomida bizlarga har tomonlama ilm bera olgan, har tomonlama qo'llab-quvvatlay olgan insonlarni hozir siz bilan sizlar orqali sizlarning qarsaklaringiz sadosi ostida minnatdorchiligimizni bildirsak. Farzandim o'qisin, izlansin, o'z ustida ishlasin deya borini kerak bo'lsa jonini bera olgan ota-onalarimizga o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Har bir o'quvchi emas, balki oila a'zosidek ko'ra olgan ustozlarimizga tashakkurlarimizni izhor qilamiz va boshimiz yerga tekkuncha ta'zim aylaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va aziz ustozlar. Sizlarni bugungi bitiruv kechasidan ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz va bundan 2 yil oldin o'z maqsadlarimiz va orzularimiz bo'ylab shu yerga kirib keldik va o'zimizning niyatlarimizga erishib bormoqdamiz. Bu yo'lda ustozlarimiz oldimizda chiroq bo'lib turganlari uchun o'z rahmatimizni aytib qolamiz va ular uchun alohida olqishlar eshitib qolamiz. Va orqamizda turishgan, yelkalarida ko'tarib turishgan ota-onalarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Avvalambor assalomu alaykum sevgili ustozlar, qadrbaland ustozlar, ota-onalar. Bizlarni ustozlar tarbiyaladi, mana biz o'z maqsadimizga niyatlarimiz yo'lda yo'lga chiqardik, yo'lagan mana bugun Toshkentdagi Akmal liseydan oxiri kunimiz bitiryapmiz va Toshkentga har bir hikoyani boshlanishi bo'lgandek nihoyasi bo'ladi. Shu hikoyani boshlashdan oxirigacha orqada turadigan ustozlarimizga, ota-onamizga va barchalarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizni o'zimizni niyatlarimizga to'g'ri yo'nalish bera olgan ustozlarimizga, ota-onamizga yana bir bora kattakon rahmat deb qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli ustozlarim hamda yaqinlarimiz. Yaqinlarimiz deyishimdan sabab 2 yil ko'p emas yoki oz emas. 2 yil davomida kursdoshlarimiz bilan bir oila bo'lib qoldik. Shuning uchun yaqinlarimiz deb atashimiz mumkin. Avvalambor kelgan tashrif buyurganliklaringiz uchun minnatdorchiligimizni bildiraman. 2 yil davomida ustozlarim bilan ustozlarimiz opa, aka sifatida bizga yaxshi muomalalar bilan yaqin, ya'ni o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasida iliqlik munosabatlar ila dars berib, bizlarni katta hayotga, ya'ni litseyimiz universitet hayotiga tayyorlab berdi desak bo'ladi, chunki darslarimiz taksometda bo'lsa, universitetda ham shunaqa. Ya'ni universitet hayotiga litseyimiz boshlang'ich poydevor bo'ldi deb aytsak bo'ladi. Shu yerda ustozlarimga katta minnatdorchilik bildiraman. Maktabdan ko'ra litsey hayotim, ya'ni hayotimda unutilmas lahzalar bo'ldi. Ancha fikrlash doiramiz kengayishi, ilmlarimizni oshishi litseyimiz orqasidan, ya'ni o'qituvchilarimiz orqasidan yuz berdi. Shu o'rinda bugun tog'am, bugun nanam kelganliklari uchun rahmat aytaman. Borliklariga shukr. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar, qadrli kursdoshlar. Bugun mana bizni litsey bitiruvchilari uchun quvonchli, ayni paytda mas'uliyatli kun. Yaqindagina maktabdan kelgandik, yangi muhit ko'rgandik. Endi esa litsey hayotimizga chiroyli yakun yasyapmiz. O'qituvchilarimiz bizga ilm berish bilan birga hayot saboqlarini o'rgatdilar. Ularga chuqur minnatdorchilikni bildiraman. Ota-onalarimiz esa
Ota-onalarimizning bizga bo'lgan ishonchlari, doimiy yordamlari bizni ilhomlantirdi. Ularga ham chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Endi esa men bosqichga oliy ta'lim kasb tanlashga ketmoqdamiz. Ham barchaga omad va xushayrat tilab qolaman. Rahmat. Assalomu alaykum, mening mehribon ustozlarim, aziz ota-onalar va mehmonlar. Avvalo bugun biz eng muhim bosqichli hayotimiz bilan xayrlashib katta hayot sari qadam bosmoqdamiz. Bizga shu vaqtgacha yordam bergan har bir sizlar bilan sabr ayamasdan, sog'lig'ini ayamasdan bizga bilim bergan ustozlarimizga katta tashakkur bildiraman. Bizga bergan ishonchingizni, duoyingizni, albatta umidingizni oqlab nasib etsa, inshaalloh ko'zingizni yorug' qilib, eng yetuk inson bo'lib yetishamiz. Va albatta shu darajagacha kelishimizga sababchi bo'lgan, bizga yordam bergan, qo'llab-quvvatlab, har kuni motivatsiya berib, nazorat qilib turgan ota-onamga kattakon rahmat demoqchiman. Endi aqlingizga nasib bo'lsa, yaxshi shifokor bo'lib yuzingizni yorug' qiladi. Keyin biz 2 yil davomida shu litseyda o'qib, yashab, bir-birimiz bilan sho'xliklar qilib, shuncha do'stlar o'tirib, birga yashab, quvonchli lahzalarimiz o'tdi. Eng esda qolarli, eng quvonchli narsalarni litsey hayot berdi menga deb o'ylayman. Va biroz g'am ham bor, quvonch ham bor bugunga. Chunki shu eng yaqin do'stlarimizni, bir oila bo'lib ulg'aygan yaqinlarimiz bilan xayrlashadigan kun. Men o'ylaymanki, shu yerda turgan barchani o'zini qalbida orzusi bor, niyati bor, hammasi o'zini orzusiga yetib, kelajakda yaxshi shaxs bo'lib yetishib, vatanimiz rahmatiga fidokor inson bo'ladi deb yetishishga omad tilab qolaman. Barchangizga rahmat, salomat bo'ling. Yana bir so'zimiz bor, endi so'z navbatini Pilat Abusog'ani onalarga beramiz. Aziz ustozlar, mehribon ota-onalar, bizning quvonchi o'qituvchilarimiz, hammalarni bugungi kun bilan tabriklayman. Doimo keyingi ishlarga omad tilayman. Hammalaringiz sportlarga, musiqaga, o'yinlarga va asosiy kuchlik nasib etsin. Orzularga yetinglar. Ota-onalar quvonib yursin. Ustozlarga hammalarga ming rahmat. Bolalarga shukr. Rahmat hammalarga. Endi navbat 5-24 guruh qizlari ishtirokidagi ratsiya. Can
bitiruvchilar, tadbirimizning kulminatsiya nuqtasiga yetib keldik. Hurmatli ustozlar, sizlarni bitiruvchilarimizni taqdirlash, ya'ni diplom topshirish marosimini boshlashni daramizga taklif qilamiz. Ta'lim tarbiya eng avvalo oiladan boshlanadi. Ota-ona farzandining tarbiyasi bilan tarbiya bilan olishga betaraf emasligi bu farzandining litseydagi yutuqlari orqali namoyon bo'ladi. Sizga shuni ma'lum qilamizki, farzandingiz Xolniyoz va Shabnam litsey o'quvchilari orasida o'zining iqtidori, odobi, donoligi, bilim va saviyasi bilan yuqori natijaga erishmoqda. Bunda albatta ota-onaning hissasi katta. Shularni inobatga olib, siz ota-onaga akademik litsey ma'muriyati nomidan tashakkurnoma bildiramiz va Xolniyoz va Shabnamni taklif qilamiz. Odobli qizimizni ota-onasiga rahmat, tashakkurnomani Amat va Nasibani ota-onalarga bildiramiz. Xuddi shu tashakkurnomamizni Bobonazar va Luizaga bildiramiz. Xush tashakkurnomani Mahmudjonov Mardonbek va uning ota-onasiga bildiramiz. Litsey ma'muriyati o'z tashakkurnomasini Norboyev Ozodbek va uning bobosiga bildiramiz. Rahmat. Surxondaryo viloyatidan kelib litseyda tahsil olgan, odobi bilan alohida ajralib turgan o'quvchimiz To'layeva Nozima va uning ota-onasiga taqdirnoma beramiz. Akademik litsey bitirganligi uchun litsey diplomlarini taqdirlash boshlaymiz. Bahron va Vasila Akbar qizi. Fatullayev Ruslan Ravshanbekovich. Aminev Ozodbek Akmalovich. Abdullayev Asadbek Oybegovli. Yusupov Nodirjon Manzullayevich. Zokirov Shahboz Zohidovli. Rasul va Dinara Alijonovna. Umurxulov Sardor Lazizovich.
Giyasov Asadbek Furqadovli. Mamad Mo'minov Hoji Akmal O'rolovli. Ismat va Gulsara Xurshidovna. Xayriyeva Oliyabegim Davlat qizi. Zohir va Munisa Abdurahimovna. Jumayeva Dilnora Jasurovna. Rahima Sevara Bobirovna. Murtazoyeva Dilnoza Mahsul qizi. Rauf Amirxon Nazullo o'g'li. Fozil va Shahzoda Feruz qizi. Zokirov Diyorbek Zafarovli. Qaray. Yusupov Ruslan Jasurovich. Jo'raqulova Nilufar Shavkat qizi. Ikrom va Marjona Fozilovna. Ziyodullayeva Shahina Baxtiyorovna. Rahima Nilufar Komil qizi. Komil va Aziza Alisher qizi. Rayeva Gulasar Rustamovna. Kibriyeva Ruxshonabono Hamza qizi. Samad va Sufaylo Sanjar qizi. Qurbon va Rushana Ravshanovna. Fayzullayeva Shahzoda O'tkir qizi. Hamidov Shukrullojon Orifjonovna. Hasanova Sevinch Ibodullayevna.
Hamroyev Mushtariy Mirzo qizi. Litseyimizni barcha fanlardan a'lo darajada o'zlashganligi uchun Otaniyoz Bunyod Hamroyevich a'lo darajada bo'ldi. Qarsaylar. Jumaqulov Miraziz. Xuddi shunday a'lo darajali diplom bilan Inoyatov Shahriyor Baxtiyorovich. Xuddi shunday a'lo darajali diplom va tashakkurnoma bilan Rahmat va Madinaxon Islomjon qizi. Xuddi shunday a'lo darajali diplom va tashakkurnoma bilan Po'lat va Rusona Salohiddin qizi. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz ota-onalar. Mana bugungi tadbirimiz asosiy sababchilari bo'lgan qalbimiz, farzandlarimiz, talabalarimiz Xudo xohlasa barchalaringizga tashakkur deymiz. Qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan kelganlaringiz uchun rahmat. Avvalambor bizga ishonib mana shu farzandlarni 2 yil topshirib qo'yganlaringiz uchun ham tashakkur deymiz. Xudo xohlasa bu farzandlarimiz barchamizni yuzimizni yorug' qiladi, ishonchimizni oqlaydi, yangi O'zbekistonimizni ko'rkka beradi. Xudo xohlasa barchalarga rahmat, omad, shu bilan tadbirimiz nihoyasiga yetdi. O'quvchilarimiz ketib qolmaysiz. Umumiy tashqariga rasmga tushamiz albatta. Ota-onalar xuddi shunday. Barchaga rahmat.
uyatma, hastayım uyatma, şeyim uyatma.